Kelin ishlab topgan oyligini qaynanasiga berish kerakmi degan savol bir oydan beri salkam internetda aylanyapti, lekin bir kishi chiqib aytmayaptiki, shu oilada avvalo murosa bo'lish kerak. Qaynana bilan kelin bir-biri bilan chiqishib, bir-birini tushunish kerak degan narsa yo'q. Kimdir ha berish kerak, berishga majbur beratda deydi. Ha kimdir yo'q, kelin ishlab topgan oyligini umuman qaynanasiga bermaslik kerak, qaynanasining haqqi yo'q. O oilada avvalo murosa bo'lish kerak. Agar qaynana bilan kelin murosa bo'lmasa, kelinda hayoti onasinikiga kirib ketadi, qo'pol qilib aytganda. Olsa olar o'sha oyligini qo'yinglar. Birinchi o'rinda murosa kerak. Agar siz murosa qilmadingizmi, oilangiz oila bo'lmaydi. Avvalo kelinlar shuni esingizdan chiqarmanglar. Qaynona qachon kelinda oyligiga qarab qoladi? O'sha oilada erkak ro'zg'orni do'ndirib qo'ymaganida, topish tutishini tayini yo'qligida oxiri qaynana qarasa o'g'lidan foyda yo'q. Kelinini pulini shilishga tushadi. Agar eringiz normalni pul topib, ro'zg'orda kamko'sini do'ndirib qo'ysa, ana shunda sizni oyligingizga qaynanangiz xil qilmaydi. Ikkinchi narsa murosa. Kelinlar shuni esingizdan chiqarmanglar. Avvalo murosa. Agar hech qaysi kelin qaynana bilan tortishib, murosa qilmasdan yashab, uzoq baxtli bo'lganini ko'rmaganman, ko'rmayman. Chunki qaynana, ya'ni kelinning eng ahmog'i qaynana bilan murosa qilmagani, qaynana bilan chiqishmagani. Polybomi yo baxtsiz bo'ladi, yo xiyonatga uchraydi, yo ersiz qoladi, yo oilasi oila bo'lmay buzilib ketadi. Birinchi o'rinda qaynana bilan murosa qilasiz. Sizga qaynangiz yoqadimi, yoqmaydimi, u sizni eringizni, onasi, bolalaringizni buvisi. Murosa qiling, hammadan hamma narsa qolib ketadi. O'sha qaynanangiz yiqqan boyligi ham hamma narsani boshiga ko'tarib olib ketmaydi, qabriga olib ketmaydi. Sizga va sizning bolalaringizga qoladi.